Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yili 5-oyning 26-kuni yakshanba tushdan keyin. Bundan 20 necha yil ilgari men Bostondagi xususiylar igdorchilikdagi oliy maktab Sharq Shimol universitetining iqtisod fakultetiga magistrlik o'qishga kirgan vaqtimda o'qishga kirib 2-yilga kelgan vaqtda o'qish pulimni ko'taradigan mukofotdan o'qish mukofotidan qo'limga pul beradigan, ham o'qish pulimni ko'taradigan, ham qo'limga xajlaydigan pul beradigan teaching assistantshipga erishdim. Ya'ni professorlarga yordamchi o'qituvchi bo'ladigan. Mening shu vaqtda qiladigan asosliq xizmatim nima desa, ayrim bizning bir ishxonamiz bor. Ishxonamizga o'quvchilar iqtisod darsida olgan, mikrolog yoki makrolog iqtisod darsini olgan bizning professorlardan o'quvchilar kelib savollar bo'lsa, topshiriq ishlaydigan chaqda bizdan so'raydi, biz ularga avo deb tushuntirish beramiz. Bir nechimiz bor edi shu chaqda. Andan bizni ya'ni yordamchi o'qituvchilarni bir professorga yordamchi qiladi. Biz ba'zida imtihonlarning, topshiriqlarning natijalarini yoki javobini shu sinfga berib, bizlar zal bo'ladi, 80-90 o'quvchi, hatto 100 dagi o'quvchi bo'lgan. Chunki har qaysi kasblarning birinchilikning o'quvchilari tanlab o'qiydigan dars bo'lganlikdan, jumladan iqtisod fakultetiningki o'quvchilarimiz bor. Meni bir Janubiy Koreyadan kelgan asli tegi, Kaliforniyaningki University of Berkeleyda iqtisod fanlari bo'yicha doktorlikka erishgan Kim Song-ho deydigan bir kishiga yordamchi o'qituvchilik qilib belgilagan. Odam nəhayət yaxshi odamdi, bir necha yil o'tib pensiyaga chiqib ketibdi. Yaxshi gaplarni qiladi. Nurg'un o'shunday qilqa hayotda Amerikada yashash jarayonida diqqat qilishga tegishli ishlar to'g'risida maslahat berdi. Masalan, ba'zi chet ellik o'quvchilar bu yerga keliblar, aldirab-saldirablar, peyzaxonda ishlab yoki u yerda ishlab mashinani oladi. Mashina ilishning hojati yo'q. Bostonning shahar ichida qatnash qulay. Chunki mashinani elish o'ng'ay bo'lgan bilan $2000 $3000 buziladi, sug'urtasi bor, anadan keyin may yeydi. Shuni sen aldirab mashina amma tentaklik qilma deb. Bo'ldi dedim, odamning gapini qilib tutdim. Sal kechikib oldim. Sho'pirliq aloqa pravosini bir ishga qitim olmay 3-qitimda arani elib o'tib degandek. Kechkicha parallel to'xtatdi. Savol so'rab 3-qitimda o'ngishlik oldim. Sal kechikib oldim demoqchi o'g'amdi. Mush odamning shu gaplarini men kallamda anglab qo'yib, emas, o'ylaydim mush odamning deganining qanchalik asosi bor deb. Bir qism gaplarni degan, men uni Husky Diaries degan ingliz yozmamda yozdim. Mush odamning deganlarini. Endi bu odam ancha ketib, mana shu nimaning gapini qilib beradi. Mana pensiya pulining o'zininki, maktabninki, bu odamninki maoshiga az to'lab pul qo'shib beradiganligi, pensiya puli va azroq zoyim u buni olib qo'ydiganligi. Buningga toza diqqat qilmabdim. Chunki men xalqaro o'quvchi, u chaqda turmushimiz sinoydi, tuvan bosqichda shunaq bo'lganlikdan men u odamning gapiga ko'nalishmabdi ekanman. Keyin yillarning vaqtining o'tishiga ergashib, odamni vaqt cho'ng qiladi, kechmish cho'ng qiladi degan gap bor. Har xil ishlarga yo'liqimiz, ba'zida tambuq suyimiz burimiz qanaydi, ba'zi odamlardan yaxshi aql farosatga yoki maslahat nasihatlarga duchorlikka uchrab qolamiz. Shularga ko'ngil bo'lish orqali nimaligini farq etamiz. Keyin boshqa azroq o'zimizning jamoat bilan ma'rulash jarayonida yoshroq, burroq kelganlarningki pensiya puli haqida og'izdan azroq gap anglagan bilan yani ko'ngalishmagan gapda. Nimishqa desa, xuddi biz pensiya chiqish bizdan jiroq bir chog'da ketak. Biz mangu yosh turdigandek shuna tuyg'u bo'lib qoladi ekanmiz-da. Masalan, shuna tuyg'u bo'lgan. Yosh cho'ng maydonda yoshlar jangovar, jo'shqin, energiyalik yuradigan-dek o'ylab qoldi. Biroq nima sababdanki 2012-yilga kelgan chaqda men ishlaydigan idora dediki, o'zinglarmi shu 403B deydigan hisobotni ichib pensiya pulingga pul qo'ysanglar, biz idora pulinglarning, shu qo'ygan pulinglarning 1%ni qo'shib beramiz dedi. Insentiv degan rag'bat. Bir ishni yaxshi qilg'izish uchun odamlarga rag'bat kerak, mukofot degan o'xshash.
Şunu bilan mushu 1%dan bo'lsin qurqanmay deb men hisob ochgan. O'sha yerda ta'kidlab qo'yganim, chunki mening idoram bizning idora biz pensiyaga chiqsak, maoshimizning o'tir hisob bilan 7-8%ni keyin pensiyaga chiqqan vaqtda, masalan 65 yoshda pensiyaga chiqsam, men annuity qilib, ya'ni yashanganni kutinadigan pul deb qo'yamiz. Pensiyaga chiqqandan tortib ta o'lab ketguncha muqim so'mni bergan. Masalan, men pensiyaga chiqdim. Ayda $3000 keladigan bo'lsa, o'zgarmaydi vashna. $3000 bo'ldi. Mayli men 70 yosh yashamdim yoki 80 yil umr ko'ramdim, 95 yil umr ko'ramdim. Ta dunyodan ko'chib ketguncha u dunyoga ash muqim beradigan. Ashna bir nimasi bor. Bizning ishlaydigan idoraning ashna siyosati va hozirgacha davomlashib kelayotgan. Har yili bizga shu idoramizningki moliya ahvoli haqida dokladni avatib, biz hozir pensiyaga chiqqan odamlarga pullarimizni, beradigan pulni to'liq to'layapmiz, to'lab kelyapmiz, pulimiz bor deb turdi. Ya'ni mushunday bo'ladigan bo'lsa, men shu o'rindan pensiyaga chiqsam, Xudoyimning bir yaxshi kunlarida, masalan, toki bu dunyodan ko'chib ketguncha idoradan shunday pul keladi demakchi. Agar nisb kelsa. Endi dal shundaq bo'lganlikdan men uningga toza zansamaptimi. Sen hakimaptimi deb qo'ydim bizning shu atishtasna bir gap bor, kichik shivitili. Sen hakimaptimi, toza diqqat qilmaptiman da. Burun amma 1% sen chunki idora pensiya pul berman degandan keyin ondan sırt yana sen o'z oldingga qo'ysang 1% pul beramiz degandan keyin undan men hisob echib o'z oldimga foydalidan echib azroq qo'yg'ili to'g'andim. Keyin vaqtning o'tishiga ergashib bir necha yildan keyin men uqdim asli jiq qo'yish kerak ekan. Shu chaqda yilga $13,000 qo'ygan bo'lsam, boj to'lamaydi ekanman. Yilga 13,500, 14,000 ulab, mana hozir 50 yoshdan tuvan odamlarga $22,500 yilda shu pensiya pul qo'ysa, hozir boj to'lamaydi degan gapda. Ashada shunday japa, shu xil fursatni ketkazadigan gap, ya'ni maoshdan jiqroq qismini pensiya pul qo'yib, yil oxirida to'laydigan bojninki nisbatini tuvanlashni sal qaragan gap. Ya'ni adam ma'lum narsalarni bilsa-mo, shu bilgan uchurlar asosida harakat qilmasa, if you don't do it, it's zero. Nol degan gapda, bilib turib qilmasangiz, u nol, hech nima emas degan gap. Shundan keyin mening bu shu pensiya ishlarga bu boj munosabatlarga kirim, bu xil munosabatlarni kuzatishimga, ya'ni pul muomalatidagi bilimimni o'zimga tatbiqlashimga ajib uzun bo'lmadi. Kechikmadim deb qarayman men. Bir odam umrining qanday vaqtida, qachonda bir ishni yaxshi deb qarab, shuningga tadbir olgan vaqtning o'zi eng yaxshi chog' deb qarayman. Ya'ni 2016-yili Trump saylangan vaqtda biraylarning yozgan bir she'r va men kitobimni shuni kirgizdim, balkim o'z vaqtida deb. Ya'ni New York, Kaliforniyadan 3 soat oldida deganga o'xshash. Trump 70 yoshda taxtda, Obama 55 yoshda pensiyada deganga o'xshash. Ya'ni qachon bir narsani bilganaman, yaxshilikni bilganaman, uning qarta tadbir qo'llanishning o'zi yaxshi ish demakchi. Men qarasam, meningki kanalimni anglaydiganlar hozir 25 bilan 30 necha yosh atrofidagi yoshlar xil anglaydigan. Men xo'sh bo'ldim, xursand bo'ldim yoshlarimizdan. Bu iqtisodning o'zguchlik tili bor. Masalan, birisi kelib birasiga qilib mo'ng'ulcha gap qilsa, koreyancha gap qilsa tushunmaydi. Shundaymi? Nimda sen deydigan gap chiqadi. Bu iqtisod tilidagi nurg'un narsalarni hatto ingliz tili bo'lsa-mu, inglizlar o'zini bilib ketmaydi. Chunki bu til kasbiy til. Onu o'qimaydi. Shunday bo'lganlikdan men shu bizningki qarindoshlarimizga ularningki bilim doirasini, nazar doirasini iqtisodiy jihatda azroq kengayishiga foydasi bo'lsin uchun men 1 minutlikdan video ishlayman deb o'tgan so'zlab qo'ygandim o'zimizning ona tilimizda. Lekin texniklar sababli tufaylidan, ya'ni nurg'un mazmunni 1 minutning yig'inchoqlash biroz tas keldi menga. Bir necha qatim sinab baqdim. 1 minutda ishib ketdi. 1 minutda ishib ketgandan keyin uni qachilib bo'lmaydi ekan. Uni kesib qilay desam, gap taq-tuq chiqib qoldi ekan. Shunga mening bu texnik jihatda bu jihatda o'rgangan narslarim bor. Ben shu va'dani bergan, shu va'dani amalga oshirishga tirishaman. Ya'ni asti bo'lsa-mi, oz bo'lsa-mi, shu va'dani amalga oshirishga tirishaman. Xo'sh.
Endi aylandırıp kelsem, men pensiya puli haqida dedim bu gaplarni. Umuman aytgan vaqtda davlatlarda kishilar yashagan vaqtda, ya'ni yashagan degan vaqtda odamlar o'rta hisob bilan 25 yoshda ishlab, xizmat ishlab, 65 yoshda pensiyaga chiqsa 40 yil xizmat qilish tarixi bo'ladi. Shundaymi? 40 yil xizmat qilish tarixida vaqtning o'tishiga, xizmat tajribasining cho'ngishiga, xizmat o'rnining o'zgarishiga yoki o'tkilishiga ergishib, ularning kirimi ishib mangadi. Shuni bilan to'laydigan bejimi ko'p bo'ladi, chiqimi ko'p bo'ladi degan o'xshash. Mana o'shalarning o'tirishga munosabatni, dinamik o'zgarishchan munosabatni hammasi o'zgarib turadi bu yerda. Yaxshi bir taraf qilish nayt oqilonlik. Buning uchun ba'zi kishilar boylik maslahatchilariga, ba'zi kishilar boj maslahatchilariga baradi. Ya'ni mening ahvolim mandaq, qandaq qilsam, qancha persent pensiya pulim qo'ysam, bejimni tuvaltalayman, balamning ma'rifiga qanchalik pul qo'ysam bo'ldi, chiqimimni qanday tizilsam bo'ldi deb bir qism odamlar baradi. Hozirgacha shu davlatlarningki pensiya tuzumida bundaq 3 to'rik bor. Birinchisi asosan public funded deb qo'ydi. Ya'ni ommaviy pensiya puli deb qo'yamiz. Masalan, bizning Amerikada social security deymiz, ijtimoiy sug'urta deymiz. Angliyada national insurance deymiz, davlatlik sug'urta deydi. Kanadada Canadian pension deb qo'ydi, CPP deb qo'ydi. Canadian pension portfoliomu shunaq. Kanadadagi pensiya davlatning shunaq hamda. Hozir shu markaziy banklar markaziy bankani dedik-ku, markaziy banka davlatning iqtisodiy faoliyatlarini umuman nazorat qilib tangshaydi dedik-ku. Masalan, iqtisod bak ishib ketsa, bak qizib ketsa, o'sim nisbatan foydalanadi, bak tushib ketsa, ya'ni o'sim nisbatan foydalanadi degandek gaplarni jiqtab ketdik-ku. Bular to'xtamay, bularning qarmog'ida bir idoralar bo'ladi, ya'ni iste'molchilarning, aholilarningki pul muomala sog'lomligini tekshirib turadigan. Bularning yaqinqi shu 2016 tekshirishdan qaragan vaqtda Kanadada 31% aholi, Amerikada 40% aholininki turmushi asosan kundalik turmushi paycheck to paycheck, ya'ni olgan maoshi shu chiqimlarni aran to'lab mangdi ekanda. Andan Kanadada 45 yosh bilan 55 yosh bilan 64 yosh atrofidagi odamlarningki yarmining degidek pensiya puli uchun qo'ygan puli $3000 ga yetmaydi ekan. Amerikada ahvol undan eg'ir demakchi, ya'ni Amerikada kishilar bu iste'mol davlati, iste'mol xohish kuchlik, inovatli qarshikutun qarzini elib, hammadamning degidek mushjatda bir qarzlar bor. Anadan mortgage, cho'ng qarzlardan mortgage uy olgan chog'da oldigan qarz, mashina olgan qarz, anadan credit card, ya'ni inovatli qarshikutun oldigan qarz, ya'ni haqning puli emas, yandirish tegishlik obligation yoki liability deb qo'ymizda, majburiyat yoki bo'lmasa qarzdan buni to'laydigan gap, ishlatgandan keyin to'laydigan gap. Shunga mushu davlatlarda, masalan, Fransiyada, Shveysariyada, Yevropadagi ba'zi davlatlarda fuqarolarni majburiy pensiya puliga pul qo'y deydigan bir ishlar bor ekan. Amerikada shunday 203B, 201K deydi, korxonada ishlaydigan bo'lsa, shirkat ishlaydigan bo'lsa, g'ayri foydali xarakterli, masalan, doktorxona, mark o'rinlarda foydali ishni maqsad qilmay organlarda ishlaydiganlar bo'lsa, ularning pensiya pulini 203B deb ataydi. Bu xususlarning o'z oldiga hisob echib, pul muomala bozoriga mablag' silib, shu pulni ko'paytirishni ko'zladim. Andan keyin yana birisi, men bizning idoraning annuitin deb aytdim. Bu ba'zi idora shirkatlar da bu hammasi yo'q. Nayt oz shirkatlar, oz idoralarda shunday narsa bor. Yana biz pensiyaga chiqqan chog'da muqim toki bu dunyodan ko'chib ketguncha san muqim maosh beramiz deydigan nurg'un o'rinlar demaydi hozir. Shirkatlar bundan chekinib chiqib oldi. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi bir yarim asr vaqt ichida men ma'lum yoki ishlasam pensiya pulim bo'ladi deb xotirjam bo'la olgan odamlar hozir undaq demaydi. Demak, bu yerda 3 to'rik bor. Birisi ijtimoiy sug'urtadan keladigan hukumatning pensiya fondidan keladigan pul. Andan keyin ikkinchisi bu pulni ba'zi odamlar ishlanmay qolsa, kasal bo'lsa, jo'risidan ayrilib qolgan bo'lsa, majruh bo'lsa berdi buni har holda. Asosan bir odam buni och qolmaydi demakchi. Yapishilgan yedi shu puli demakchi.
Анан keyin ikkinchisi idora jamiyatlarninki o'zininki sen manchilak pul qo'ysang biz manchilak pul beramiz yoki biz sana annuity ya'ni yashagan chog'da kutilgan pul beramiz deydigan pensiya puli bo'ldi. Buni ayt oz qilyapti. Uchinchisi shaxsiylarning o'zininki 401k, 403b yoki Roth degandek yoki personal retirement account deydiganda bu shunaqa narsalar bor. Mushularni yaxshi bilish kerak. Yana bu shu anglayotgan yoshlar shuni e'tiqod qilishi. O'tgan hafta bir hukumat kaptigan to'q idorasining xizmat nim qilgan narsani ko'tarib pensiya puliga qancha persentdan pensiya qo'ysam bo'ldi deb men tushuntirib qilib qo'ydim. Yani dedim ki eğer maş fırsatlan yılda şimdi azırak aşırıp mansa meni işim bağaça milyon rup gitsiz desem külüp gitti. Demek adamlarda hazır yaman işini mədisi nurgun adamlarda bulapma nurgun adamlarda muşul amanet koyuş adıttan şekillengen tapkanı yep içip Uygurlardaki gep bardı poldurun yok karap oldurun dep. Pulunu jıq tepip qıysa, çoğurak heclisa, çoğurak koysa boludu. Ama hammadan bunda qilib ketmaydi. Nurg'un adam 95% adam maaşıq tayinib yaşaydı. Shunday bo'lgandan keyin shu mavjud yashayotgan jamiyatdagi sistemalardan pul muomala, boj, anatgan shu pensiya puli, shu tuzumlarni ularning munosabatlarini yaxshi tushunib bilsak, so'rab, hozirdan boshlab qo'yib mangsak yaxshi. Chunki hozir biz yashayotgan dunyo bak o'zgarib ketyapti. Bak o'zgarib ketyapti. Amerikaning o'zini olib esaqla 45-yil, 64-yil tug'ilgan adamlar Amerika'nın özü 74 milyon gen. Kuniga 10 ming adam 65 yoshga kirib pensiya pul ilishga tushdi ekanda. Ya'ni nopos Amerikada qirishqa menavadi, qirib ketyapti lekin bu yana ko'chmanlarni qabul qilgan, yangi emgaklarni qabul qilgan davlat bo'lgandan keyin boshqa davlatlarga qaraganda chaqda yaxshiroq. Masalan, Yapon deymiz, Xitoy deymiz, bular demographic crisis bo'ladi-ku. Ya'ni noposning ko'p qismi burun manda 3 bilan shaklda bo'lgan bo'lsa, uning 3 bilanning asosida kichik balla bu vaqtlıcı qo'ygan bo'lsa, hozir manda olib qiladi, ta'tur. Yana ustida qiyrilar, asti nep uruq buningda yoshlarni ayt az, bu vaqtlarni ayt az. Bu jamiyatning umumiyuzlik halaqa ishlab chiqarish, takror ishlab chiqarish, barliq iqtisodiy faoliyatlari, anankin ijtimoiy sistemasining, ijtimoiy ekologiyasining hammani buzib o'tgan. Ona da sırtma biz yashayotgan davlatlarda nurg'un kirislar bo'ladi. Masalan, noposdan qeyrilishi deymiz. Amerikada ijtimoiy sug'urta bilan aplashadigan odamlar nima deydi desa, nurg'un odam pensiyaga chiqadigan bo'ldi. Endi yosh odamlar bilan bex bulanmaydi. Bular nurg'un odamlar pensiyaga chiqadigan bex bulanmaydi, kriz chiqadi, hukumat ijtimoiy sug'urta pulini taqtamaydi. Men uni ishonmayman. Men shu to'g'risi azroq iznish qilgan aslida doktorlik dissertatsiyasini mushaqqa yozay deb. Şu çağdaki qarsam bular 70-ci illarda, 80-ci illarda, 70-ci illarda deydigan 80-ci illarda şu bu fond yo'qolib ketdi, taqtanmaydı. 80-ci illardagi yozganlar, tadqiqotlar 90-ci illarga borgan chaqda ijtimoiy sug'urta, social security'ning pul qolmaydi, hech kimga taqtanmaydi deb. Yildan yilga taqib pul qolmasdan, ya'ni buni o'stirib menyapti. Chunki Amerika dollari dunyoning zapas puli. Amerika markaziy bankasining kuchi g'oyat zo'r. Bir davlatning pul besib chiqarish huquqi degan ajoyib huquq bo'lib, uning puli dunyoning puli bo'lgan vaqtda. Shunga undan chata chiqmaydi deb qarayman men. Onda sirt yana shu yoshlarga nisbatan bir ish, hozir shu Amerikada oliy maktablarning o'qishini ayt qimmatlab ketyapti. Education cost is high, it's getting high. And shunga aloqa 529 deydigan planlar chiqdi. Shuni yosh ota-onalar shu bolalarga azroq pul qo'yib bo'lsa, keyin ular biroq oliy maktab borgan chaqda sal qijinib qoladigan, kamarini ching bog'lash to'g'ri keladigan ishlar kelib chiqadi demoqchi. Anadan keyin iste'mol kirisi nima desa, shu ahalla har xil men pulning psixologiyasi degan so'zlab berdim-ku. Ba'zi odamlar shunday o'zini ko'z qilish uchun shunda qimmat narsalarni elib oladi, ammo shu hammasi qas. Ba'zi odamlarning bizning dadamning idasi Yusuf Salekamga o'xshash, eski chapanning ichida odam bo'ladi. Namratdek, yovoshdek jim turdi, ammo puli jiq degan o'xshash. Odamlar hozir ahvol nima desa, nurg'un odamlar ijtimoiy mediaga chiqamiz, ko'simiz u deb hashamga bak berilib ketib, bir muncha qazni patanga otib olgan shunday ishlar bo'ladi-da. Bu bir xil kriz. Undan keyin
biz dunyoning cho'ng ishlarini bir yerga qo'yib turaylik. Yevropada urush bo'lyapti. Anandan keyin havo kelimati, yuqumliq kasal. Bularni demayla turaylik. O'rta Sharqda to'qinish may bahsining o'sish tushishi deganlama demay turaylik, ammo o'zimizning shaxsiy ishiga kelgan vaqtda shu pul muomala bilimlarini bilish, tushunish, pul muomala bozorga maslahatlarni bilish, tushunish, ularga azdan shu yana pul tepish, omonat qo'ygan pulni mablag' qilib silish ham uning qimmatini qo'g'dash. Jiq narsani topsangiz, lekin pul bakbaqa bo'lib ketsa, siz jiqqan narsa oxirida uning setilish kuchi tuvallab ketib qolsa, yana voy Alloh deb pushaymon yeb qoladigan shunday bir ahvol bo'ladi. Shunga shu pul muomala bilimlari jihatda cho'qim izlanish kerak, bir necha kitobni o'qib o'tish kerak, ba'zi oddiy til bilan bayon qilingan narsalar bor. Men bunda desam yana o'tmas mata maqtab sata degandek ko'p qoladi. Shu ba'zi pul muomala to'g'risidagi nimalarni atalg'ularni tushunchalarni men pul muomalaga mablag' silish degan kitobimda tushundirgan uni. Men uni tushundirgan. Ya'ni buda Xudoyim buyursa mushaqda yana sal ammo baproq bir kitobdan birini chiqarish niyatim bo'lmaydi. 10 odam o'qisin, 15 odam o'qisin. O'qituvchi degan shu. 15-10 odamni tarbiyalab qo'ysaqmi, xo'sh bo'lamiz. Men ikkinchi xizmatim bir oliy texnikumda, oliy maktabda, kollejda takliflik professorlik xizmatini qilib kelgan odam. Shunga o'zimni o'qituvchi deyman. Yani o'qituvchilik hayotimdan ayrilib baqanim yo'q. Ikkinchi xizmatim bo'lsin. Xo'sh. Bularni hozircha shunaqa deb turay, hamda hisob to'g'risida kichkina bir gap qilib o'tay. Ya'ni bu gaplarni deyishdan maqsad pul muomala to'g'risida ko'proq diqqat qilaylik. Andan keyin idoramiz xizmatga tushgan vaqtda idoramiz bergan, human resource bergan, ishxonasi bergan ilqi matching contribution deydigan gaplar bor. Manchilik pulini qo'ysang, manchilikka biz match qilib beramiz deydigan gaplar bor. Ashunga diqqat qilaylik. Bular yoshlar cho'nglar bak anlab ketmasi mumkin. Yoshlar shunga diqqat qilsanglar, aytib yaxshi bo'ladi, o'zlarining ishi yaxshi bo'ladi. Rahatroq yashaysizlar keyin. Ya'ni erkinlikning ichida pul muomala jihati, erkinlik, iqtisodiy jihati, erkinlik bo'lish aytib yaxshi ish. Anan Amerikaning iqtisodiy ahvoliga qaraydigan bo'lsak, Amerikaning pul paxalligi 2% ga tushmadi. Iqtisod yomon emas, ishsizlik nisbati 4% dan to'van. Mushuna bo'lganligi uchun hozir ahvol nachar degil olmaydi. Ammo Markaziy bankka o'simni kesish holatida emas. Biz o'tgan yilning oxirida, bu yil 3-oyda o'sim kesish mumkin desak, kesmadi. Chunki pul paxalligida to'vanlash bo'lmadi. Pul paxalligi tushmadi. Endi kesamda desak, natayin balkim 11-oyda saylam bo'ladi. Saylamdan burun o'simni kesib qo'ydigan ish bo'lsa, o chaqda Jeremy Powell Markaziy bankning boshlig'i Bidenga yan bosdi degan gapga qilib qilishi mumkin. Agar hozirdan boshlab 10-oylarcha bo'lgan ahvol ostida pul paxalligi favqulodda pul paxalligi tövallasa, ishsizlik ortib ketib qolsa, balkim o'sim azroq kesishi mumkin. Agar unda bo'lmay turib, ya'ni o'simni kesimiz deb qolsa, siyosiy partiyalarning datlashlar bor. Bu demokratlarga yan bosdi, Bidenga yan bosdi deydi Jeremy Powell. Garchi Jeremy Powellni Trump ayni vaqtda birinchi qatim vazifa o'tagan vaqtda u odam saylagan bo'lsa, ammo toza gap o'tkazamadi. Chunki Amerikaning sistemasi shunday. Markaziy bankka prezident Aqsaroydan buyrug'idan xoli holda davlatning iqtisodiy siyosatini belgilaydi, pul siyosatini belgilaydi. Shunday bo'lganligi uchun. Endi 11-oyda Trump o'simni tushirish tarafdori. Agar Trump saylanamdi, Biden saylanamdi, uni hozir bir nima demak tas, ammo har ikkisining mumkinchiligi bor. Xo'sh, yig'inchoqlab aytgan vaqtda Eliga meningki koreyalik professorimning gapini xuddi men ayni chaqda anglagandek, ya'ni birda cho'ngning, birda kichikning deydigan gap bor-ku. Yoshlarning mush dappagan gapdagi quloq silib qo'yishni mayli. Yoshdan qasdi nazar Yaponiyada bo'lsin, Kanadada bo'lsin, Yevropaning qaysi mamlakatida bo'lsin, o'zining turayotgan davlatiningki shu pul muomala bozorini tushunib beqishi, yani qanday mahsulotlar bor deganga o'xshash bond, yana zoyum, stok, paychiki, ananikin har xil derivatives, shiklamchi mahsulotlar, pul muomala mahsulotlari bor.
options deganga o'xshash features deyilamish narsalarni tushunib baqqan yaxshi anikin har xil fondlar bor, ya'ni Morgan Housel deganga o'xshash low cost index funding tövan tannarxliq ko'rsatkich fondi degandek bularni tushunib beqish kerak. Mayli Avstraliyada bo'lsin, Yangi Zelandiyada bo'lsin, kishilarimiz shu gaplarga bir zangsilib, anglab, o'zlariniki tanlashlarini yaxshi qilishinglarni, yanchiqlarniki pulga ko'ngillarning ozodlikka to'lgan bo'lishini umid qilaman. Rahmat.